Umuman olib qaraganda kasb hunarini o'zini yaxshigina mablag' manbai va qaysidir ma'noda xalqda yurtda e'zoz topishi uchun qo'llanayotgan, foydalanayotgan ayollarimiz soni ko'paygani albatta bizni juda ham xursand qiladi. Mana shunday ko'zimiz oldida turgan, aynan ta'kidlashimiz kerak, Xo'janiyoz Quromishlar, ya'ni ayollarimizni qo'l mehnatlari orqali yaratilgan ushbu asarlar muallifi aynan bugun studiyamiz mehmoni. Albatta, Yangi bozor tumanidagi xotin-qizlar maskani tikuvchisi Erkinoy Tojimurotova hamda ularning shogirdi Oydinoy Yo'ldoshevalarni biz studiyamizga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Studiyamizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Kayfiyatlari yaxshimi? Yaxshi. Tabassumlardan sezilib turibdi. Va aynan mana shu qo'lgul ayollarimiz bugun studiyamizning mehmonlar va avvalo aytib o'tishimiz kerakki, ushbu hunarni onalarimizdan, buvlarimizdan qadimiy meros sifatida ayollarimiz qabul qilishgan, o'sha an'anaviy ish sifatida qaralgan. Hozirgi kunda esa bu aynan boshqa soha tikuvchilar uchun aynan bu yo'nalish boshqa yo'nalishga aylanib ketgan. Lekin har bir ayol qizni javonida, uyida kerakli bo'ladigan nima deydi, sarpolarni biri desak ham hech mubolag'a bo'lmaydi, to'g'rimi? Sizni o'rganganingiz aynan mana shu quromishni tikishni yoki o'sha tikuvchilik faoliyatidagi hamma narsa endi boshlanishi bo'ladi-ku. Kimda o'rgangansiz, faoliyatni qachondan boshlagansiz, kimlar turtki bo'lgan, kimlar yordam bergan sohani o'rganishingizda? Endi avvalambor shu onamning onasi buvimdan o'rganganman. Buvlardan qolgan. Buvlardan qolgan. Yoshlik paytimizda shu ko'rpalarni tikib o'tirib, qizim ignaga sovoq o'tirib berdi. Shuni qarab o'tirib, mehr qo'yganman-da. Endi bu aslida qadim momolardan meros deyapmiz-ku, baribir bugungi kunda zamonaviylik bilan uyg'unlashmoqda. Chunki oldinlari qo'lda tikilgan texnika aralashmagan, faqat inson omili bilan bajarilgan bu ishlar bugungi kunda anchayin ishlar yengillashib qolgan bo'lsa kerak nazarimda. Chunki faqat qo'lda tikib o'tirgandan ko'ra dastgohlarning yordamida bir deganda zip etib tikib qo'ydi deydi-ku. Mashinalarda hech qiynalmasdan bajaryapmiz, Xudoga shukr. Nechta shogirdingiz bor hozir? Menda shogird hozircha ko'p. Xo'sh, 2025-yilda har mahalladan 25 shogirddan o'qitdim. 4 mahallada. Hozirda 100 nafardan oshiq. Mana shu shogirdlarimni 6 oy davomida o'qitdim ularni. Shu kambag'allikni qisqartirish va davlat maqsadli jamg'armasi asosida prezidentimizning nima qarori bilan o'sha qizlarga kasb hunar o'rgatib kelmoqdaman. Bu juda yaxshi. Endi Oydinoyga ham yuzlanamiz. Oydinoy aynan mana shu ustozingizga shogird tushishni kim sizga tavsiya qildi yoki o'zingiz xohlab bordingizmi yoki bo'lmasam kim orqali yoki nima orqali mana shu hunarga qiziqish paydo bo'ldi sizda? Shu ustozimni telefon orqali, internet orqali ko'rib, qiziqib, o'zim qilgan ishlariga o'zim qiziqib mehr bilan borganman. Ana ijtimoiy tarmoqning ham foydasi bor. Necha yildan beri shogirdsiz hozirlarda? 6 oyda o'tdi. 6 oy davomida hali endi haligacha o'qiyapman. Juda yaxshi. O'zingiz ham mustaqil tarzda bu ishlarni bajara olasiz, ha? Ha, bajara olaman. Xudo xolasa o'zim ham boshlayman, ustozimdan ham o'zib ketaman, Xudo xolasa. Niyatim bor. Ustozidan o'tmagan shogird emas deyishadi aslida. Biz buni to'g'ri qabul qilishimiz kerak va endi yana bitta narsada Erkinoy opa, aynan aytingchi, yoningizga kelgan shogirdlarni eng maksimal darajada eng o'sha ko'p va eng kam muddatda tez o'rganib ketishi qancha vaqtni kuzatgan? Qobiliyatlik darajasi. Endi avvalambor o'zlariga bog'liq. Bittalari 1 oy davomida ilib o'rganib ketadilar. Yana birlari 2-3 oy davomida. Birlari bor, hatto 10 kun ichida olib ketadilar. Oydinoy qaysilarini turlariga kiradilar?
Oydinoy o'rta hol bo'lar. Unisi ham emas, bunisi ham emas. Yomon emas. Lekin puxta o'rganadilar. Puxta o'rganadi, juda yaxshi o'rganish. Juda yaxshi. Aytayapti-ku, ustozdan o'tib ketaman deb. Juda to'g'ri, bu niyatlar yaxshi. Endi faqatgina shogirdlarni tayyorlash bilan emas, buyurtmalarni qabul qilib, ularni o'z egalariga yetkazib berish bilan ham bevosita bugungi kunda shug'ullanib kelasiz va bu ishlar bekorga qilinmaydi. Shunchaki nima deydi? Klientlar ko'payadi. Albatta, mijozlarni jalb qiladi, talab qiladi. Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim aynan mana shu mijozlarni talabini ham inobatga olasiz. Yo'q, menga bunday emas, mana bunday shakl bo'lsin. Bo'ladi-ku baribir mijozlar orasida. Tanlashadi-ku. Albatta mijozlarning talabini qilamiz. Bunday holatlarda siz misol uchun deylik, tayyor qilib qo'yganingizdan keyin yo'q, unday emas edi, mana bunday bo'lishi kerak edi degan holatlar bo'lganmi? Mijozlar tomonidan. Onda-sonda bo'lgan. Bo'ladi. Baribir injiq mijozlar ham bo'ladi-ku baribir. Lekin ularga ham ko'nglini topasiz. Ko'nglini topaman, albatta topaman. Endi hozir aytyapmiz-ku, mana nechta shogirdingiz bor deganimda 4 ta mahalladan 25 nafardan shogird tayyorladim. Bugun ham davom etyaptimi? Bu dastur albatta kasb-hunarga o'rgatib kelmoqdaman. Yo'q, bu dastur bugun ham davom etyaptimi? Mana har mahalladan ishsiz ayollarni 28-fevral kuni tamom bo'ldi o'qishimiz 6 oylik. Kurs. Kurs 6 oylik kurs. Faqat quramish o'rgatiladimi? Albatta subsidiya asosida bularga stipendiya orqali o'qitdik. Prezidentimiz tomonidan. Juda yaxshi, bu juda ham katta imkoniyat. Juda katta. Ayollarga aytyapman, xo'jayin, juda ham katta va keng imkoniyatlar yaratilgan. Hozirgi kunda mana shunday imkoniyatlardan foydalanayotgan ayollarimiz safidalar ekan ayapman va shogirdlarning safi ko'payayotgani, ayollarimizni kasbli, hunarli bo'layotgani albatta bu insonni juda ham quvontiradi. Quramishdan tashqari yana qanday mahsulotlar bor qo'lingizda? Albatta ko'rpa, to'shak, ko'rpacha, yostiqlar, balishlar hamma narsa tikamiz, pardalar. Parda hamma narsa tikamiz. Bu juda yaxshi. Demak, faqat quramish emas, hamma narsa o'rgataman bularga. Demak, shogirdlaringiz so'zanalar ham o'rgatamiz, so'zana, gap bo'lishi. Mayda qo'lda to'qish. O'sha tikuvchilikni turli yo'nalishlarni, pardachilik deymizmi, ko'rpa qavish deymizmi, bu o'sha so'zana deymizmi? 25 xil turda gul bosib tikamiz. 25 xilda? 25 xilda. 25 xil turdagi gullar bosamiz. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Endi aynan mana shu tarmoqni kengaytirish borasidagi sa'y-harakatlar qanday bo'lyapti? Albatta, juda yaxshi kengaytirish. Masalan, men hozir Yangibozor tuman Bog'olon qishloq Qiyot mahallasi, Qiyot ko'chasi 3-uyda yashayman. Shu Qiyot mahallamizda albatta mahalla yettiligi yordamida juda katta foyda bo'lib turibdi. Mahallamiz, shu mahalla sho'rolarimiz qarashib, albatta o'zlari bir xona ajratib, bizlarni shunday ish bilan ta'minlab juda qo'llab turibdilar. Ularga kattadan katta rahmatlar aytaman. Erkin opa, sizda rejalar qanday kelajakda? Kelajakda oldindagi rejalar. Oldindagi rejalar qanday? Oldindagi rejalar shu. Shogirdlarimni kasblarga o'rgatib, ularni o'zlarini band qildirib, bitta albatta ish bilan ta'minlash. Hozirgi kunda nechta ayolni ish bilan ta'minlagansiz yoningizda? Hozirda 5 ta ayol bor. Muntazam doimiy ishlaydigan. Siz bilan birgalikda yelkadosh bo'lib ishlaydigan. Ularni sonini ko'paytirish niyat bormi? Albatta. Aha. Juda. Endi kelasi oydan yana ishga qabul qilib boshlaymiz. Yaxshi. Juda yaxshi. Rejalar bekamiko'z amalga oshsin deymiz. Oydinoyning ham biz ishlariga omad tilaymiz. O'sha maqsad, shijoat va nima deydi, yurakdagi olov so'nmasin. Haqiqat. Qachonki yurakdagi olov jo'sh urib, o'sha lovullab tursa, biz oldimizga qo'ygan maqsadlarga tezda erishamiz. Hech qanday to'siqlarsiz erishamiz. To'siqlar ham hech narsa bo'la olmaydi bizga. Mana shunday shijoat sizga hamroh bo'lsin deymiz. Ustozingizdan ipidan ignasigacha hamma narsani o'rganing va mukammal darajada mana shunday go'zal san'at asarlarini yaratishda sizga omad tilaymiz, sog'lik tilaymiz. Rahmat.